Chunki menga ham o'quvchilar kelganda o'sha mani bolamni iqtidori bormi yo'qmi ko'rib bering deyiladi. Ya'ni iqtidori bo'lsa uni yo'naltiraman, bo'lmasa shart emas deydi. Endi uni iqtidori bor yoki yo'qligini bittada bilib bo'lmaydi. Ya'ni iqtidor qanaqadir kichkinagina cho'g'ga o'xshatilsa, uni alanga bo'lishi uchun u cho'g'iga shamol berish kerak, harakatlantirish kerak, uni alanga bo'lish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. O'shaning uchun iqtidor borligini qanchadir mehnat qilingandan keyin, harakat qilingandan keyingina bilinadi. Lekin ungacha bilish qiyin. Ya'ni bittada qarab bilib bo'lmaydi aynan buni iqtidori bor yoki yo'q. Chunki men o'zim tajribamda ham bo'lgan, iqtidori bor, ya'ni chizishda oson chiza oladigan, salgina qobiliyati bor deb olib kelingan bolalar oradan vaqt o'tgandan keyin shunchaki qiziqmasdan tashlab ketishgan yoki o'sha qobiliyatini rivojlantirishga qiynalishgan. Shunaqa bolalar bor, umuman qo'ldan chizish kelmagan, eplay olmaydigan bolalar. Biz ularni yo'naltirdik, harakat qildik. Haligi iqtidori bor degan bola bilan bir xil unga bilim berilganda, o'sha iqtidori yo'q degan bola undan o'tib ketgan holatlari ham bo'lgan. Shuning uchun iqtidor deyilganda mehnatga qarab, keyinchalik qiziqishga qarab ham paydo bo'lishi mumkin.